Marg'ilon shahar Kallaxo'rda mana shu domda orqasi bog'chasaro. Metdan shunday yursa katta yo'lga chiqamiz. Mana shu domda 4 qavatli domda 3-qavatida 2 xona skvozli 6 metrli verandasi bilan sotuvga qo'yganmiz. Ashta 100 metr yursa, o'ra 2 pitay turibdi. Ichkarini bitta ko'ramiz. Narxi 24500 dollarga baraka qilib boramiz. Kvartiramiz 2 ta eshik qo'yilgan, tashqariga ichki eshiklar MDF. Kirishimizda ro'parada kladovka bor. Chap qo'lda mana spalniy. Tashqi romlarda akfasini yaxshisidan o'tib berishgan. O'ng qo'lda mana sanuzul. Muz hojatxona. Bu gazxonani balkonga olib chiqib berishgan. Xullas, bad detskiy xona bo'lib turibdi. Mana yerda mana zali ham bor. Zali katta mana. Mana balkon 6 metrli veranda. Shuni yarmini oshxona qilib berishgan. Gazni ko'ryapsizlar. Lakatsasi. Mana 2 damas ketyapti. Marg'ilon shahar Kallaxo'rda 2 pitaydi yonida yo'lda bo'yida 4 etajga domda 3-etaji. 2 xona skvozli 3 xona qilingan. O'sha 85 kvadrat tepasida kirib yashashga tayyor turib, past raqamli barakaga bemalol telefon qilib baraka qilaverasizlar. 24500 dollarga sizlarga baraka qilib beramiz. Kvartiramizni xullas o'zini podvali bor ekan. Egalari balki chiroyli qilib mini chevarxona qilib olishibdi. O'zlari foydalanishyapti mana. Podvalda ham 2 ta joy bor ekan. Menimcha bo'yi 170 180 bo'lsa kerak, ko'rib turibsizlar. Ular kvartirani olganlarga mana shu podvaldan bemalol foydalanaveradi. Qo'shnilar bilan murosa qilib. Oshxomiy Baraka Villas Group islomiy moliya asosi ustiga qurilgan.